asosiyaten qalb o'yini. Endi bu xattatlık doğrusunda bir azıcık tushunchalarni deb bir bakamla anglab bakay. Bo'ldi. Bulama. Endi shu insonlar madaniyat davriga qadam qo'ygandan keyin endi shu yeziq ijod qilindi. Yeziq ijod qilingandan keyin shuning bilan birlikda shu yeziqga xattatlikmi shu chog'dan boshlab yeziq bilan birga barliq kelgan. Chunki endi burun matbaa yo'q bo'lgandan keyin ko'pincha shu qo'lda yoziladi ayni vaqtdagi xatlar. Shu orqali bu xattatlik san'atimi shu chog'dan boshlab barliq kelgan. Endi buningda shu bizning jungo xattatligi dunyoga mashhur. Dunyoda birdan-bir xattatlik deyishga bo'ladi. Shu jungo xattatligi Junxo madaniyatining nihoyat muhim bir tarkibiy qismi. Endi jumladan biz hozir shu shug'ullanayotgan, masalan biz yozayotgan shu Uyg'ur xattatligi jungo xattatligining nihoyat muhim bir tarkibiy qismi bo'lib hisoblanadi. Shunga buningga Jungo Kommunist partiyasi va xalq hukumati shu Uyg'ur xattatligini taraqqiy qildirish uchun azonmagan siyosatni tuzib va qo'llab hozir bizning xattatligimizning taraqqiyoti uchun alohida turtga bo'layotdi. Cemal endi bu xattatlikni qachon boshlab bo'lgan? Bu masalada men shu 1981 yili shu chog'da shu boshlang'ichni bitirib to'liqsiz kirgan vaqtimizda endi shu chog'da shu biz boshlangan latin uyg'ur yoziqi o'rgangancha biz o'qigan vaqtimiz latin uyg'ur yoziqi boshlang'ich maktabda. Keyin shu uyg'ur ko'n yoziqini asliga keltirib shu chog'da bizga bir mezgil shu uyg'ur yoziqini ko'n yoziqini o'rgatgan. Shuni o'rgatgandan keyin ben mo'shunga munosabatlik bir xattatlik asrini ko'rib qilib, shuning bilan mo'shunga qiziqish paydo bo'ldi. Shuning bilan buni boshda men endi hozirgidek xat qalamlarimiz yo'q. Odatdagi qalamlar bilan sizib yurib, uni bo'yab yurib, shuni o'xshatib, shuning bilan o'rgangan. Ondan keyingi vaqtlarda biz Qashqar Yezgi texnikumida o'qidim. Bu yerda o'qish jarayonida qolgan ustozlar bilan uchrashdik. Shu orqali hamda men buni shu bizning qulmish yog'och qalam bilan xat yozilgan jihatdan ko'rib o'rganib, endi hozir hisoblasam shu 81-yil 44 yil xattatlikni izchil o'rganib kelyapman. Hozir tashlab yotmadim endi. 44 yil degan oz yil emas bu. Shunday. Endi yani bir mesela bu xattatlikni o'rganish uchun qanday qilish kerak ekan bizda? Qanday o'rganish kerak? Xattatlikni o'rganish uchun oldi bilan uni bir ishtiyoq bo'lish kerak. Ishtiyoq bo'lmasa bu xattatlikni zo'rlab o'rgangan bo'ladigan narsa emas. Bu birinchi keladigan narsa. Ikkinchisi endi nima desa bunada iroda, bir chidamchanlik bo'lish kerak. Buning uchun cho'qim bir zodi shuni qat'iy niyat kelib, men cho'qim zodi shuni o'rganaman deydigan qat'iy iroda kerak. Uchinchisi buning sijillik kerak. Buni bir kuni o'rganib, yana bir kun tashlab qo'yish bo'lmaydi. Buni kim deganda har kuni 1-2 soat cho'qim vaqt chiqarib, buni mashq qilib bermasa, hozir men bu bir kun tashlab qo'ysam, bir kun keyin chekinaman. Bu xattatlikni davomli qilib mashq qilmasa bo'lmaydi. Mush uch xilada shakllangan vaqtda xattatlikni o'rgangan bo'ldim. Bundan da yana birisi bu xattatlik degan nima desa, asosiyatdan qalb o'yini. Mayli mavbid bo'lsin, buni tutib shunday yozilgan narsa emas. Bunda qalamni bunda egadigan, bu yerdan to'lg'aydigan yerlari bor. Ikkinchi ma qalamni yo'nalish o'zgartirdi, asosiyatdan mahorat. Qalamni o'ynatish mahorati. Ammo Uyg'ur xattatligida mushu yapaloq qalamni asosiyatdan buni shu o'yintimiz, qalam o'yintimiz bishqinni tutib yozgan olmaydi. Odatda masalan buni boshlagan vaqtimizda shu xattatlikda bir qancha xil nusxa bor, endi biz ishlatayotgan. Masalan buni tuz xat nusxasida emas, nasix nusxasida emas, sulus nusxasi, taliq, ruqi, nasix, fi, chekkasitalik, ijozat, rayhona qatorliq nurg'un nusxalar bor. Masalan, yozayotgan xattatligimizda. Bunda har bir nusxaning birisi qalamining o'xshamaydigan taraflari bor. Azroq
Şu yöneliş cihat köpüncüsü manda yan torak boludu. Yan torak kesimiz. Ba'zinikini bekrek yan torak kesimiz. Ba'zinikini moşundarak adet kerek yan torak kesimiz. Kalemni şununla laylayımız. Hem de yazgan vaqtda bunun da adette yenidir ügengen vaqtda tüzg'at nusxasini o'rganamiz hamda bu nusxalar hamda anasi deb qaraldi hamda bizning shotda tutadi. Buningda odatda qalamni boshlagan vaqtimiz qalamni mushu to'g'ri siziqdan 45 gradus tik tutilish qilmaydi. Yan tutilish qilmaydi. Shu mushu gorizontal siziqdan 45 gradus yan tutib undan keyin buni yo'nalishni barbara o'zgartib ostiga siziq tushgan vaqtda undan keyin buni masal tiklavrak turib buni 45 gradusni 60 gradusga chiqarmiz ham tiklab. Bu shunday qilib yezib buni odatda asosiyatdan nurga yaldirib shu gradus o'zgartirgan shu o'zgartish so'l uyg'unasida xattatlikni buni o'rganib keldi. Endi tuzxat nusxasini chidamchanlik bilan har bir harfni necha kun mashq qilib, undan keyin so'zni, bir so'zni necha qatam mashq qilib, undan keyin jumlaga o'tib, bir nusxani pishiq o'rganib qolgandan keyin qolgan nusxanikini shu xatni ko'rib turib, shuni qarab turib, eshitib o'rganib olgan bo'ldi. Muhimi bir nusxani o'rganib olishdas. Masalan, bu tuzxat nusxasini o'rganib olsak, qolgan nusxanikini o'rganib desaklar, onun bir ustaz ketmesini öğrengen bolulu. Kalem tutuşunu öğreniş gerek. Muhimi kalemni tutup, kalemni uyanmaya aylandırış. Gradusunu to'g'irlashgan muhim narsa. Hatta tutma mo'shunda qiyga vaqtida undan keyin andan o'rgangan bo'ladi deb qarayman men o'lchamda. To'g'ri astoydillik kerak emasmi deklar. Shunda. Men jamoamdan keyin yana bir savolim bo'lib qoldi. Endi şu ba'zilar şu o'sni xatni kompyuterda yozib, mana o'sni xat deb chiqara oladi ekan. Endi sizga o'xshash bu qo'lda yozib, haqiqiy yozgan o'sni xat bilan kompyuterda yozilgan o'sni xatning farqi nima bo'lib ketdi? Aslida tushunib olay. Bu masalada endi kompyuter fan texnika taraqqiyotining mahsuli. Taraqqiyot cho'qim bo'lish kerak. Taraqqiyot bo'lmasa chekinamiz. To'g'ri. Endi hozir masalan mush kompyuterda xatlar yozilishdan burun bizmi shu yezik kentuning mush partiya qurilishiga munosabatlik xatlarni mushunda qalam bilan yezib nurg'un xizmatlarni ishlagan. Undan keyin kompyuter borliq kelgandan keyin hozir ko'pincha buni e'lon shirkatlari buni shu kompyuterga xat nusxasi bilan bu shu bizning shu jihatga vazifamizni shuni ustiga oldi. Kompyuter ustiga oldi. Bu endi taraqqiyotning mahsuli. Endi bu yerdagi da'vat qilamiz xattatlik san'ati degan bu san'at. Endi kompyuterdagi xat bu bir xat endi. Ma'lum darajada odamning hojatidan chiqsa-mu, lekin bu san'at darajasiga ko'tarilmaydi. Endi hozir shu nurg'unlaganlar birisi shu kompyuterda shuningdek harflarni endi ba'zi xattatlar endi shu ba'zi harf nusxalarini kompyuterga kirgizib o'tgandan keyin endi shu kompyuterda bizning ma'adiyam degan nusxaning harflari shuningda bor. Lekin endi ular hammasi endi o'lay odatdagidek buniki jonliq bir sezgi hissiyot deydigan bunday bir narsa endi uni bo'lmaydi. Endi hozir nurg'unlarimiz endi shu bir qismlar shu birisi xattatlikka yozdirsak endi buni bahsi o'r chiqib qoladi ekan. A'zoroq bo'lsa ekanda bir kompyuterga a'zom bo'lgandan keyin kompyuterning xatlarini jiqroq og'ini turdi. Kompyuterda xat yozayotganlar jiqroq bozor topgan turdi. Lekin endi buningda birisi endi buni san'at nuqtasidan qaragan vaqtida bu mangu shu qo'lda yozgan haqiqiy o'sni xat asarga yetmaydi. Albatta yetmaydi. Buningda hech qanday odamning bir hissiyot deydigan narsa bu asarda bo'lmaydi. Endi yana birisi endi hozir yozilayotganlarning ko'pinchisi endi ko'pchilik shuni yaxshi ko'radigan o'xshaydi, ammo doim tarqalayotgan
bir kısım gap sözü var hem de mezmunlar. Bunun ya bir ilgisi yok. Ya abdor yok. Lekin o kişilerin doğuya kaçka hem şunda nesline bazıra çıkmadıdım. Hem de yanına bizim şu köpçülükne şu haqiqiy saqlash qimmatiga ega. Saqlash qimmatiga qo'lda yozilgan husn xat asarlarni chidab setib olib saqlab qolishni umid qilaman. To'g'ri, shu qo'lda bu qo'l deganda zehnim ketadi, kuch ketadi, energiya sarf bo'ldi. Ana keyin bu qo'lda yozganga yetadigan xat bormi bu? Kompyuterlashtirish. Men shuningda bir xiyol bo'lib qolib shuni so'rashim oldi. To'g'ri. To'g'ri tushunib oldim. Siz meni ham tushunib ekansiz, shu meni qo'lda yozganni bir alay deb keldingiz. Tushunganingizga sizga rahmat. Men o'tirib ham bir uyam gibeyman. Usulni ko'rgan ko'zim bilan temamga mixlab Bo'ldi. Bo'ldi. Demak, ma'lum. Rahmat hamsa avval qiladi. Ya. Vaqt.